Uni qarang, karmenda olganini. Alades. 10 kun tursa tim qizaradi. Har bittasi 150 grammdan 200 grammdan kattalari bor, 200 grammdan ketadi. Ana bag'ini olganiga baho beringlar. Qani, necha gramm mana shu? Men 200 gramm chiqaradi. Mungni qara, ey. Mana shu yerda Bu xom hali. kamida 200 bo'lsa 250 o'tganlik o'lchaganimizda. Ular qara mana. Umuman agar buni mana shu Buxoro issiq joylarga eksang bor-ku, o'ta go'zal. Bu qara mana shu quyosh hisobiga-da mana. Quyosh issiq bunga qancha tekkan sari shuncha rang olaverar ekan. Otda urmas ekan umuman. Ob'yomni ko'rsataylik-da mana. Agar otda urganda aynan mana shu noshda otda urardi, qara. Otda urgani yo'q. Qancha quyoshga olib chiqsangiz Shuncha qizilroq bo'lar ekan, keyin rangini ham mo'ni qaranglar olganini. Mana uni ko'r. Mo'ni ko'r. Mo'ni qara. Uni qayda cho'ra qilib ekilgan bu. Turgan sari Nimaga shunaqa qisqa ekiladi? Bu 1 metrga ekiladi. Quyoshga olib chiqib qo'yasiz mevani, shunaqa rangdor bo'ladi. Uni qarang. o'ta go'zal mo'g'ir. Bular hali bu o'zi asli buni pishish vaqti, rosmona pishgan vaqti 1-avgust. Lekin bu 1-avgustgacha maka kela qovunday bo'ladi. Bu video sizlarga qiziq bo'layotgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, tomoshabinlar. Qovunday bo'lib ketadi agar tursa 1 oy. Shunaqa bog'lar tashkillashtirish kerak imkon boricha. Lekin klient uzaman deyapti har kuni. Bu o'zi pishmagan, bir hafta bor-a. Pishishiga buni kitobida avgustda pishish kerak yozilgan. Bir hafta bor. Uzaman deyapti. Avgustga 1 oy bor hali. Mana 1 oy turish kerak daraxtda. Buni qaranglar buni. Ko'rinyaptimi videoda akalar? Ko'rinyaptimi? Ko'ringlar, bitta like bosib qo'yinglar. Karmencha akalar, Nokcha akalar. Mana bunaqa bo'lib ketadi. Ko'rding, kattaligini qara, shular 300 chiqaveradi. Voh. Nuqsoni yo'q. Bironta bir nuqsoni. Anaqa boshqa noklarga o'xshab aka, nima? Ko'p dori, ximikatlar bo'ladimi? Bo'lmaydi. Yo'q, bular juda ham kam, shiraga kam chanqoq. Shira kam tushadi. Kasallikka chidamli juda baquvvat. Har ekkan yilingdan qara, buni qara. G'uppa ham solgan. Ekkan yilingdan boshlab meva beraveradi. Lekin birinchi, ikkinchi yili mevasini terib olib tashlash kerak. Daraxtda katta bo'lish qiyin bo'ladi. Bunga boshqa noklarda ham qaraymiz bog'lardi. Nisbatan bunga umuman kam seplik kerak bo'lsa 5 martadan kam seplikdan nari 4 marta sepilgan holat. 4 marta. Unaqa ko'p sepilgan yo'q mana. Bu quyoshda bekingan sari rangi kechlashar ekan. Agar quyoshga chiqqan sari rang, agar quyosh uradiganroq janub issiq o'lkalarga eksang, o'ta qip-qizil bo'ladi mana. Mashlarni olib urish kerak edi-da. Mana olib urgan yerda faqat go'zalligini oshirib borgan mana. Bu qara mana buni. Buni jivoy ko'rgan odam buni plastmassaga o'xshatadi mana. Mana arta mana. Bu qara. Qara yiltirashni qara. Bo'ldi, mashdan olib ulaganmiz, ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz, telefon qilaverasizlar. Men pastda nomer qo'yib qo'yaman akalar. Sog' bo'lasizlar.